السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Boshlanishidan men bu ilohiy kalom deb nomlangan dastur ikki qismga bo'linishini aytmoqchiman. Bugun va ertagalik mavzularga. Today's agenda is basically Bugungi kun dasturi men buni mikro darslar deb atayman. Mikro darslar. Ertangi kun esa makro darslarga bag'ishlanadi. Bu so'zlar biroz texnik eshitilishi mumkin. Shuning uchun ularni soddalashtirib tushuntiraman. Mikro degani bu biz Qur'on oyatlarini ba'zi nozik jihatlarini tahlil qilamiz degani. Masalan, Alloh qanday so'zlarni ishlatadi, ularni qanday joylashtiradi. Ya'ni Qur'onning kichik tafsilotlarini juda yaqindan o'rganamiz. Xuddi mikroskop orqali Qur'on matniga qaragandek bo'lamiz. Ertaga esa Qur'onni butunlay boshqa masofadan ko'rib chiqamiz. Unda esa go'yoki bir qadam ortga chekinib, katta manzaraga nazar solamiz. Biz u kuni suralar qanday tuzilgan, hikoyalar nega butun Qur'on bo'ylab tarqatilgan, Alloh nima sababdan qasam ichadi, nima uchun u o'z so'zlarini qayta-qayta takrorlaydi. Shularni tahlil qilamiz. Bu ikki xil qarash uslubi. Tasavvur qiling, siz bog'da o'tiribsiz va bir dona gulga tikilib turibsiz. Bu yaqinlikdagi go'zallikdir. Kamera bilan gulga juda yaqin qilib suratga tushirasiz, faqat shu gulnigina ko'rasiz. Hamma e'tiboringiz shu gulga qaratilgan bo'ladi. Biroq bu paytda siz butun vodiyda daraxtlar va daryolar ichida ekanligingizni unutib qo'yasiz. Ular e'tiboringizdan chetda qoladi. Chunki siz hamma e'tiboringizni bir gulga qaratayotgan bo'lasiz. Ammo agar siz teparoqdan, tog' cho'qqisidan yoki vertolyotdan qarasangiz, butun manzara bir butun go'zallik sifatida ko'z oldingizda namoyon bo'ladi. Demak, ikki xil go'zallik mavjud. Yaqin masofadan mikroskop bilan ko'rinadigan go'zallik va uzoqroq masofadan ko'rinadigan go'zallik. Mana shu kurs aynan shu ikki qismga bo'lingan. Ushbu kursdagi bo'limlar, ya'ni siz bilan muhokama qilmoqchi bo'lgan mavzular, ular men biror kitobdan yoki manbadan to'g'ridan-to'g'ri ko'chirib o'rgangan narsalarim emas. Bilaman ko'pchiligingizda savol tug'iladi. Xo'sh, unda bu bilimlarni qayerdan oldingiz? Aslida men foydalanadigan manbalar ro'yxati juda uzun. Tadqiqotlarim o'nlab yillar davomida turli joylardan yig'ilgan. Ehtimol 50 ga yaqin manbadan foydalanilgan. Inshaalloh kurs oxirida so'raganlar uchun manbalar ro'yxatini tashlab beraman. Ammo bu kursning kirish qismi bo'lgani uchun yana bir muhim jihatni tushuntirmoqchiman. Men bu kursni akademik mavzuga aylantirmoqchi emasman. Maqsadim ham bu emas. Men bu mavzularni sizga olimona tilda, ilmiy tarzda tushuntirishni istamayman. Chunki birinchidan, men o'zimni olim deb hisoblamayman. Ikkinchidan esa, bunday uslub siz uchun foydali bo'lmaydi. Xullas, men kecha sizlarga aytgan narsani eslay olasizlarmi? Ar-Rohman haqida nechta va Ar-Rohim haqida nechta narsani bilishingiz kerak edi. 3 ta narsa Ar-Rohman haqida. Ar-Rohim haqida esa 2 ta narsa. Keling, xotirangizni sinab ko'raylik. Nima edi ular? Ana xo'sh, qulog'im sizda. Ar-Rohman haddan tashqari kuchli, hozirgi paytda sodir bo'layotgan va yanachi. Vaqtinchalik degan ma'nolarni o'z ichiga oladi. Men bularni kecha aytishim bilanoq, darhol menga yozma savol kelib tushdi. Axi, siz aytdingizki, Ar-Rohman 3 ta, Ar-Rohim 2 narsa. Bunga dalilingiz bormi? Bularni qayerdan oldingiz? 3 ta 2 ta degan gaplar qayerdan chiqdi? O'zi dalilingiz bormi deb so'rashibdi. Endi menga 5 daqiqa vaqt bering, balki undan ham kamroq. Hozir aytadiganlarimni tushunmasligingiz mumkin, lekin bu muammo bo'lmaydi. Diqqat qiling. Ar-Rohman so'zi fa'lan vaznida. Bu vazn arab tilida sig'atul mubolag'a deyiladi, ya'ni mubolag'ali ism. Bu esa o'z navbatida ism fa'il, faol ism formasining kuchaytirilgan shakli hisoblanadi. Fa'il so'zida hudus bor, ya'ni hozirda sodir bo'layotgan narsa. Demak, fa'lan ham aynan hozir sodir bo'layotgan faol holatni bildiradi. Fa'lan mubolag'aning kuchli shakllaridan biri, shuning uchun biz uni haddan tashqari deb tarjima qilamiz. Sarf ilmining ulamolari aytishadiki, fa'lan vazni faqat vaqtincha, davomiy bo'lmagan narsalar uchun ishlaydi. U harakatda kuchli, ammo uzoq davom etmaydi. Chunki unda mubolag'a bor, chunki unda hudus bor va u uzoq davom etmaydi. Agar men bu ilmiy atamalarni sizlarga kecha shu tarzda tushuntirganimda,
Ehtimol ko'pchilik o'zini osib qo'ygan bo'lardi, tushunyapsizmi? Menimcha bunday uslub bilan tushuntirish mumkin. Lekin bu uslub sizlarga foyda keltirmaydi. Aslini olganda men o'zim bu ilmlarni o'rganganimda aynan shu qiyin uslubda tushuntirishgan. Bu universitetlar, ilm ahli uchun ajoyib. Talabalar uchun bu uslub yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin mening jiyanim uchun emas. Mening qo'shnim uchun emas. Ular bunday uslubda hech narsani tushunishmaydi. Agar Ar-Rohman 3 ta, Ar-Rohim 2 ta desam, ularga ancha tushunarli. Demak, mening vazifam murakkab narsani siz uchun soddalashtirishdir. Agar kimdir mendan bu gaplarni qayerdan oldingiz deb so'rasa, men unga ko'plab kitoblarni ko'rsatishim mumkin. Ammo o'sha kitoblarda Ar-Rohman 3 ta narsa, Ar-Rohim 2 ta narsa deb yozilgan bo'ladimi? Yo'q. Aksincha u yerda fa'lan haqida 4 betlik ilmiy tahlilni ko'rasiz. Marhamat. Xullas, men bu bilimlarni shu manbalarga asoslanib berayotgan bo'lsam-da, lekin men olim emasman. Men ustozman. Mening kasbim o'qituvchilik. Ustozning vazifasi esa sizga shunchaki axborot yetkazish emas. Ustozning vazifasi sizga axborotni tushuntirib berish. Murakkab narsalarni olib, uni soddalashtirib yetkazib berish bu ustozning ishi. Ya'ni meni vazifamdir. Kelajakda siz arab tilida, tafsirda, Qur'on ilmlarida mendan ham kuchli bo'lib ketishingiz mumkin. Men sizlar uchun shunday duo qilaman. O'shanda balki siz bu ma'ruzalarni juda oddiydek ko'rarsiz. Siz bu juda sodda gaplar-ku deb o'sha qiyin manbalarni o'qishni boshlarsiz. Marhamat o'qing, men siz uchun duo qilaman. Ammo hozircha biz oson yo'l bilan boramiz. Menimcha barchaga tushunarli bo'ldi. Kimdir bu yerga juda akademik, chuqur izohlar yozishni yetida kelgan bo'lsa, uzr so'rayman, bunday narsalar bo'lmaydi. Ammo ishonamanki, bu yerda dinni o'rganish uchun kelgan talabalar ko'p. Mashalloh, ko'pchilik Qur'onni yod olgan, arab tilini o'rganganlar bor. Hatto siz mendan ko'proq ma'lumotni bilarsiz. Ammo bugun yangi narsa o'rganasiz. Bu ilmiy emas, uslubiy bo'ladi. Ya'ni murakkab islomiy bilimlar qanday qilib soddalashtirilishini men shuni ko'rsataman. Bugun sizlarga yana bir narsa haqida gapirib bermoqchiman. Men Qur'onning ilohiy kalom ekanini chin dildan yaxshi ko'raman. Bu seminar qayerdan paydo bo'ldi deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak. Men ilgari arab tili o'qitardim. Bilasiz-ku, arab tili darsi ko'pchilikka juda zerikarli bo'lib tuyuladi. Shuning uchun talabalarni qiziqtirgani 3 soatlik dars oxirida ularga shunday derdim. Xo'sh, sizlarga Qur'ondan bir ajoyib narsa ko'rsatmoqchiman. Biz arab tilini nimaga o'rganyapmiz? Chunki Qur'on juda ajoyib. Men sizga bir misol keltiraman derdim. Ammo bu misolni darsning oxirida aytar edim. Erta ketmoqchi bo'lgan talaba, eshitmasdan keta olmayman derdi. Va oxirigacha qolardi. Keyin esa men darsning boshida ham misol aytadigan bo'ldim. Shunda darsga kechikib kelgan talaba eng qiziq narsani o'tkazib borardi. Darsdan erta chiqib ketmoqchi bo'lgan esa misolni eshitmasdi. Bu bilan men darsdagi davomatni ta'minlardim, tushundingizmi? Men Qur'onning go'zalligi haqida dars boshida va oxirida berardim. Shu tariqa talabalarim Qur'ondagi misollarni juda yoqtirib qolishdi. Va ular menga, ustoz, nega arab tilini emas, shunchaki misollardan iborat dars o'tmaymiz deyishardi. Bu gapni ular yetarlicha ko'p aytgach, men yetarlicha misollar to'plagach dedim, nega bu ishni bir to'liq kursga aylantirmayman? Shunday qilib bu seminar shakllandi. Aynan shu misollardan. Yana bir narsa, biz bugungi kunda Qur'onni ko'proq qanday yondashuv bilan o'rganyapmiz? Masalan, tajvid orqali, tafsir orqali, Qur'on ilmlari orqali. Ularning barchasi Qur'onni o'rganishdagi muhim yo'nalishlar. Ammo yana bir muhim yo'nalish yetishmayapti. Adabiy jihatdan o'rganish. Biz Qur'onni adabiyot sifatida yetarlicha o'rganmayapmiz. Oddiy adabiyot sifatida. Masalan, odamlar Shekspir asarlarini adabiy asar sifatida o'rganadi. Roman va hikoyalarni ham. Biroq Qur'on haqida gap ketganida ko'pchilikning xayolida darrov ilmiy, diniy, falsafiy yoki bahsli masalalar bo'ladi. Ammo shularning hammasini ko'rib chiqayotganda, biz Qur'onning go'zalligini, uning adabiy mujassamligini unutib qo'yamiz. Shuning uchun bu dasturning yana bir asosiy maqsadi Qur'onni bizga adabiy yondashuv bilan qayta tanishtirishdir. Bu tafsir o'rganish emas, bu Qur'on ilmlarini chuqur tahlil qilish emas. Albatta, bu narsalar ham dars davomida tilga olinadi. Ammo asosiy e'tiborimiz Qur'onni adabiy tahlil qilishga bo'ladi.
Men AQShda o'qituvchilik qilgan tajribam asosida aytamanki, ayni paytda bu uslub biz uchun juda muhim. Nega deysizmi? Agar biz Qur'onni adabiy asar sifatida yetarlicha o'rgansak, bu yo'nalishda yangi darsliklar paydo bo'ladi. Bundan keyin esa Qur'onni universitetlarda nafaqat diniy fanlar bo'limida, balki adabiyot bo'limlarida ham o'qitish mumkin bo'ladi. Shu bilan Qur'on jahon adabiyoti sifatida o'rganilishi mumkin bo'ladi. Qaytaraman, jahon adabiyoti sifatida. Endi farqni qarang. Qachonki g'ayridinlar Qur'onni diniy yo'nalishda o'rganganlarida, uni tanqid qilish, zaif joylarini topish, hujum qilish yoki inkor etish maqsadida o'rganishadi. Ammo agar ular Qur'onni adabiyot nuqtai nazaridan o'rgansalar, ularni tanqid qilish emas, bahramand bo'lish, go'zalligini qadrlash uchun o'rganishadi. Ya'ni Qur'onni o'rganishdagi yondashuv butunlay o'zgaradi. Ular Qur'onni ziddiyatli mavzu emas, balki qiziqarli manba sifatida o'rganishga chaqiradi. Bu esa Allohning kitobi haqidagi butun dunyo miqyosidagi munozarani ijobiy tomonga o'zgartiradi. Endi esa boshlaymiz. Aytib qo'yay, bugungi dars kirish bo'limining eng uzun qismi bo'ladi. Bu kirish ikki qismdan iborat. Birinchisi Qur'onga adabiy yondashuv asosida qisqacha kirish. Ikkinchisi arab tiliga adabiy yondashuv asosida qisqacha kirish. Ikkalasi ham kerak. Qur'on haqida biroz kirish va arab tili haqida ham adabiy jihatdan kirish. Bu Qur'on ilmlari emas, bu boshqa narsa. Bunda Qur'onni o'zi bilan boshladik. Qur'on nechta suradan iborat? 114 ta. Alhamdulillah, sizlar buni bilasiz. 114 sura. Ba'zilar bu suralarni 114 ta bob deb atashadi. Ammo men sizga birinchi aytadigan gapim shu, sura bu bob emas. Suralar boblar emas. Bunday narsa yo'q. Biz sura tushunchasini qaytadan aniqlashimiz kerak. Keling avval bob nima ekanini tushunib olaylik. Agar sizda biror kitob bo'lsa, siz birinchi bobni o'qiysiz, keyin ikkinchi bobga o'tasiz, keyin uchinchi va keyin to'rtinchisiga o'tasiz. To'rtinchi bobga yetganingizda unda birinchi bobdagi narsalar takrorlanmaydi. Ular allaqachon o'tib ketilgan bo'ladi va to'rtinchi bobda qolgan 3 ta bobga asoslangan, ammo sal boshqacharoq g'oya beriladi. Agar ular yana eslatilsa, qanday qilishadi? Bu qisqacha eslatma yoki havola orqali bo'ladi. Masalan, birinchi bobga qarang yoki bu haqida 81-betda aytilgan. Bu sahifani allaqachon o'tganmiz. Buni mana bu bobda tushuntirganmiz degan havolalar kabi. Siz buni kitoblarda ko'p ko'rgansiz, to'g'rimi? Demak, boblar har bir yangi qismda avvalgi g'oyalarning ustiga g'oyalar qo'shib boradi. Xuddi zinapoya kabi. Va bu boblar vaqt ketma-ketligida bo'ladi. Agar kitoblarda boblar o'rni almashsa, ularning ma'nosi yo'qoladi, to'g'rimi? Endi esa Qur'on haqida o'ylang. Qur'onda kimdir faqat Kavsar surasini o'qisa ham bu unga ma'no beradi. Kimdir faqat Baqara surasini o'qisa ham u alohida to'liq bir ma'noga ega. Qur'onni xuddi oddiy kitob boblariga o'xshatib bo'lmaydi. Boblar haqida yana bir misol. Ayniqsa tarixiy asar bo'lsa. Boblar vaqt tartibida bo'ladi. Ilk voqealar avval, keyin oraliq, keyin eng so'ngilari. Vaqt tartibida yoki mavzu tartibida ketma-ket bo'ladi. Qur'on ham tarixiy, ammo u vaqt ketma-ketligida joylashtirilganmi? Qur'onda hikoyalar vaqt ketma-ketligida keladimi? Agar Qur'on xronologik tartibda bo'lganida, birinchi oyat yaratgan nomi bilan o'qi degan oyat bo'lardi. Baqara surasining ba'zi oyatlari bo'lsa, Qur'onning oxirgi qismida joylashgan bo'lardi. Umuman boshqacha tartibda bo'lardi. Demak, Qur'on vaqt tartibida emas. Qur'on bob hajmi bo'yicha ham joylashtirilmagan. Agar hajmiga qarab bo'lganida, eng katta sura Baqara birinchi raqamli sura bo'lardi. Eng kichik sura esa Kavsar 114-sura bo'lardi. Yo'q, balki Qur'on mavzular asosida tartiblangan dersiz. Mavzu bo'yicha joylashtirilganmi? Yo'q. Masalan, Baqara surasining asosiy mavzusi nima? Bu savolga javob berish juda qiyin. Chunki Qur'onning har bir mavzusi Baqara surasida mavjud.
Hadisda ham kelgan. Har narsaning cho'qqisi bor. Qur'onning cho'qqisi esa Baqara surasidir. Boshqacha qilib aytganda, Qur'onning barcha mavzulari Baqara surasida mujassam. Demak, siz bu sura faqat bitta mavzu haqida deya olmaysiz. Yana bir misol. Ibrohim surasi. Demak, u Ibrohim alayhissalom haqida bo'lsa kerak deb o'ylashingiz mumkin. Lekin surani o'qib chiqsangiz ko'rasizki, ko'pgina oyatlar umuman Ibrohim alayhissalomga aloqador emas. Balki Baqara surasining 286 ta oyati sigirlar haqida bo'lsa-chi? Bu ham noto'g'ri. Ha, sigir haqida voqea bor. Lekin suraning katta qismi umuman boshqa mavzularda. Ko'p narsalar mol go'shti bilan bog'liq emas. Odatda kitob boblarida bob nomi bo'ladi. Va bu nom o'sha bobdagi asosiy mavzuni bildiradi. Qur'ondachi? Yo'q. Shunday ekan, mening fikrimcha, adabiy nuqtai nazardan qaraganda Qur'on surasini bob deb atash noto'g'ri. Bu noyob so'z. Suraga o'xshagan hech qanday boshqa adabiy birlik boshqa hech bir kitobda yo'q. Faqat Qur'onda bor. Boshqa barcha kitoblar boblardan, bo'limlardan iborat. Qur'on esa suralardan. Demak, Alloh boshidanoq o'zining adabiy standartini belgilagan. Masalan, agar siz insho yozsangiz va uni ustozga topshirsangiz, ustoz sizga tuzatishlar kiritadi. Bu yerda gapni ajrating, bu yerda bosh harfni ishlating. Bu mavzuni boshqa joyga olib boring. Nega? Chunki insho yozishda bir standart mavjud va inshoingiz bu standartga to'liq javob bera olmagan bo'ladi, to'g'rimi? Ammo Qur'on qoidalarni o'zgartirgan kitob. Qur'on o'z uslubini o'zi belgilaydi. Demak, siz Qur'onni boshqa adabiyotlar bilan solishtira olmaysiz. Adabiy birliklar nuqtai nazaridan qaralsa, boshqa kitoblar boblardan iborat, Qur'on esa suradan iborat. Bunday boblar tushunchasi bilan qarash eng katta xatolardan biri. Qur'onni g'arblik olimlar adabiyot sifatida baholaganda, uni boshqa kitoblarga qiyoslashadi. Keyin esa Qur'onning boblari chalkash, tartibsiz deyishadi. Men esa, ey kofir do'stim, bu boblar emas, bu suralar. Sen butunlay noto'g'ri tushuncha bilan o'qiyapsan deyman. Xo'sh, endi suralar nimalardan tashkil topgan? Suralar nimalardan tashkil topgan? Suralar ichida nima bor? Oyatlar. Oyatlar. Ba'zida oyatlarni qanday tarjima qilishadi bilasizlarmi? Oyatni satr deb tarjima qilishadi, ya'ni verse. Bu bilan ham muammolar talaygina. Asosan bu Amerikada, Yevropada va yana Britaniya bosib olgan qaysidir mamlakatlarda uchraydi. Ingliz tilida verse, ya'ni satr so'zi ikki joyda ishlatiladi. Birinchisi, diqqat bilan eshiting, bular muhim narsalar. Birinchisi bu she'r yoki qo'shiqdagi satrlar. Qo'shiqdagi verslar va she'rdagi verslar. Ularni oldin qayerdadir eshitgansiz-ku, to'g'rimi? Agar oyatni she'r satri deb tarjima qilsangiz, bu juda katta muammoga sabab bo'ladi. Chunki bu bilan siz Qur'on oyatlarini she'r satrlarga tenglashtirib qo'ygan bo'lasiz. Chunki Qur'on o'zi haqida shunday deydi. Biz unga she'r o'rgatmadik. U shoirning so'zi emas. Shoirlar nima deyotganini o'zi bilmaydi. Va ularga adashganlar ergashishadi. Demak, Qur'on o'zini she'r deb atamaydi. Hatto she'riyatga qarshi turadi. Biz Qur'ondagi oyatlarni satr yoki vers deb tarjima qilamiz, to'g'rimi? Lekin aslida bu so'zning o'zi muhim. Chunki satr so'zini eshitgan odamning xayoliga birinchi bo'lib nima keladi? She'r yoki qo'shiq satri. Bu esa Qur'onning mohiyatiga aslo to'g'ri kelmaydi. Bu birinchi muammo edi. Ikkinchi muammo esa vers so'zi Injil bilan ham bog'liq. Ingliz tilida gapiradigan odamlar bu so'zni ko'p hollarda Injil oyatlari uchun ishlatishadi. Verse so'zi nafaqat Yevropada, balki Yevropa tomonidan mustamlaka qilingan hududlarda ham keng tarqalgan. Endi o'ylab ko'ring, agar biz Qur'on oyatlarini ham shu so'z bilan ifodalasak, odamlar nima deb o'ylashadi? Qur'on va Injil bir-biriga o'xshash degan xayolga borishadi. Buni esa biz xohlamaymiz. Hatto ayrim g'arb olimlari shunday ochiq da'vo qilishadiki, Qur'on o'zidagi narsalarni Injildan o'g'irlagan. Go'yo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam savdo-sotiq qilgan paytlari Suriyada yoki boshqa nasroniy hududlarida Injil hikoyalarini eshitib olgan u, keyin ularni Qur'onga qo'shib chiqqan. Bular shunday ochiq da'vo qilishadi.
So it's actually taken from the people of the book. We don't want Endi o'zingiz ayting, biz Qur'onni tushuntirganda shunaqa shubhali o'xshashliklar bo'lishini istaymizmi? with the Bible. Yo'q, albatta. Because what is left of Chunki the Bible Qur'on bu insonlar o'zgartirmagan Allohning asl kalomidir. Uni boshqa hech qanday kitobga, ayniqsa Injilga o'xshatib bo'lmaydi. and so Shu sababli oyat so'zining inglizchada oddiy bir verse, satr yoki sentence deb tarjima qilib bo'lmaydi. unique. Aytgancha, kimdir menga ehtimol oyatni oddiy gap deb tarjima qilish kerakdir dedi. Sentences of the Quran. Yaxshi, unda keling bunga javob beraylik. Agar Qur'on oyatlari gap bo'lsa, Baqara surasining 1-oyati nima? Alif lam mim. Alif lam mim to'liq gapmi? I don't know. Buni gap deb atash mumkin yoki mumkin emas, Allohu alam. Okay. Xo'p, boshqa bir misol. This one. Rahmon surasining 1-oyati-chi? Ar-Rahman is what? Ar-Rahman. Bu faqat bitta so'z. Bitta so'z mustaqil gap bo'la olmaydi. Masalan, o'zbek tilida Alloh Qur'onni o'rgatdi. Bu to'liq gap. Quran. That's a sentence, right? But Lekin shunchaki Alloh desak, is that a sentence? bu gap hisoblanmaydi. No. Demak, ba'zan oyatlar gapdan ham kichik bo'lishi mumkin. Ba'zan ular bitta so'z bo'lishi mumkin. So you can't Bitta call so'z it esa ayat. gap emas. Sometimes an ayah, sometimes Ba'zan esa 3-4 ta oyat birlashib bitta gapni tashkil qilishi mumkin. Masalan, Alhamdulillahi Rabbil alamin ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin is one sentence. All of bular that 3 is ta oyat, one lekin sentence. aslida bitta gap. Sometimes you have Ba'zida esa aksincha ayat bo'ladi. that have Bitta oyatda 10 bir nechta, sentences hatto inside 9 ta one, gap bo'lishi 9 mumkin. sentences inside Misol uchun, الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض all the way till the end. bu oyatda boshdan oxirigacha 9 yoki 10 ta gap bor, lekin u faqat bitta oyat hisoblanadi. Sometimes an ayah is less than a Demak, sentence. ba'zan oyat gapdan Sometimes kichik, an ayah ba'zan is esa bir multiple nechta ayats oyat make bir one gapni sentence. tashkil qiladi. Sometimes lots Ba'zan of bo'lsa ayat bitta are oyatda inside juda ko'p gap one bo'ladi. sentence, so it is Shuning uchun impossible oyatni for oddiy the gap deb ayah tarjima qilish imkonsiz. Xuddi shuningdek, men uni verse deb ham atay olmayman. Gap deb ham atay olmayman. to call it Uni something. baribir ham nimadir deb atashimiz kerak-ku, to'g'rimi? Call it ayah. Menimcha biz uni oyat deb atashimiz kerak. It is unique. It is unique. It has Chunki no- bu o'ziga xos yagona of tushuncha. ayah. But you still want to translate it Lekin in siz your baribir head. ichingizda uni qandaydir qilib tarjima qilgingiz keladi, to'g'rimi? Ayah. And so today, Bugun as we aynan come shu to haqida this gaplashamiz. introduction, even though I Xullas, gave you a bugungi detailed kirish qismida men sura haqida tushuntirmadim. Bu haqida albatta ertaga gaplashamiz. Any guess? Xo'sh, nega deb o'ylaysiz? Nega bu mavzuni ertagalik kunga qoldirdim? Nega bugun oyat haqida gaplashamiz u surani esa ertaga qoldiramiz? Chunki bugun mikro darsliklar kuni, ertaga esa makro. Sura bu makro. Shuning uchun surani ertaga muhokama qilamiz. Ammo bugun kamida oyat haqida gaplashib olishimiz kerak. Bugungi mavzuni shu bilan boshlaymiz. Bu so'z, ya'ni oyat arab tilidagi eng ajoyib so'zlardan biridir. The word ayah. And I will Men not uni write ekranga this on the yozmayman. screen because Chunki birinchidan biroz erinayapman. Ikkinchidan esa o'zingiz yozib olishingizni xohlayman. Oyat so'zining ildiz harflari bu hamza, ya va ya. Hamza, ya va ya harflarini tashkil topgan. Arab tilidagi juda ajoyib so'z. Endi savol. what other words Bu ildizdan yana qanday boshqa so'zlar hosil bo'ladi? from? Tushuntirishimdan avval bu yerda ikki nuqtai nazardan qarashimiz kerakligini aytmoqchiman. The one thing Birinchisi, oyat so'zining lug'aviy tilshunoslik tomonida. Bu haqida hozir batafsil aytaman. Ikkinchisi, oyat so'zining Qur'on nuqtai nazaridan qanday ishlatilishidan. Men bu so'zni Qur'ondagi go'zallikni his qilishingiz uchun tushuntirib beraman. Men yil davomida Qur'on haqida o'rganib, eng ta'sirlanganim aynan shu oyat so'zining o'zidan bo'ldi. one of the most amazing lessons. So the Quran says Xo'sh, that Qur'onda nima deyiladi? it's Qur'onning qismlari oyatlar deb ataladi, to'g'rimi? ayat. Yes? Bal huwa ayatun bayyinatun. Qur'onning o'zi oyatdir. Ochiq oydin oyat. Allah says Alloh that Iso alayhissalomning o'zi bir oyat deydi. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ. Biz seni insonlar uchun oyat va belgi qilib yubordik. لَقَدْ Yusuf كَانَ alayhissalom va uning birodarlari haqida esa Alloh Yusuf va uning birodarlari voqeasida fikr yuritadiganlar uchun oyatlar, belgilar bordir. Yusufning birodarlari voqeaning ko'p qismida yaxshi odamlar edimi yoki yomon? Ha, ular ko'proq yomon tomonda edi. Keyinchalik ularning aslida unchalik ham yomon emasligini bilib olamiz. Lekin hozircha shunday. Payg'ambar haqidagi voqeada ham, birodarlari haqidagi voqeada ham oyatlar bor. Shunday ekan, oyatlar faqat kitobdagi satrlar emas. Yaxshi odamda ham oyat bor. Yomon ish qiladigan odamda ham oyat bor. Demak, oyatlar bu tarix, bu voqealar, bu odamlarning o'zlari. Iso alayhissalomning o'zi oyat.
Yusufga nima bo'lgan bo'lsa oyat, uning birodarlariga nima bo'lgan bo'lsa oyat. Alloh daraxt bu oyat, tog' bu oyat, tarix bu oyat deydi. Tarix oyat, kelajak ham oyat. Sizning tana a'zolaringiz, sizdagi his-tuyg'ular, qalbingizdagi kechinmalar, bularning hammasi oyatlardir. Ichingizdagi kechinmalarning hammasi oyat. Siz uxlaganingiz oyat, uyqudan uyg'onishingiz oyat. Nikoh oyat, er va xotin o'rtasidagi muhabbat oyat. Yo Xudo. Men buni o'zim o'ylab topganim yo'q. Bu Qur'onda bor. Allohning vahiysi oyat, insonning kechinmalari oyat. Koinotdagi jamiki mavjudot oyat. Aslida, agar siz Qur'onni chuqur o'rganadigan bo'lsangiz, ushbu xulosaga kelasiz. Alloh oyat so'zni butun haqiqat, butun voqelik, butun inson tajribasi, kechinmalari, his-tuyg'ulari va mavjud bo'lgan barcha narsani ifodalash uchun ishlatadi. Ha, barcha narsa. Siz ko'radigan barcha narsa oyat. Shuning uchun Qur'onni o'qigandan keyin siz oyat nima deb so'ramaysiz. Siz aksincha, oyat bo'lmagan narsa bormi o'zi deb yuborasiz. Atrofimizdagi hamma narsa oyat. Hatto bizning ichki kechinmalarimiz ham oyat. Hammasi oyat. Keyingi safar Qur'on o'qiganingizda Alloh bu oyatlar, mana bu ham oyat, u ham va mana bu ham oyatdir desa shunchaki o'tib ketmay e'tibor bering. Endi tushunyapsizmi? Nima uchun oyatni satr yoki vers deb tarjima qilish noto'g'ri? Tarjima juda tor. Oyatning Qur'ondagi o'rni va ma'nosi esa ancha kengroq. Men Angliyada bir safar shu mavzuda aytgandimki, Alloh Qur'onda esayotgan shamol bilan qasam ichadi. Az-Zariyot surasi 1-oyat. Esayotgan shamol bilan qasam. Tasavvur qiling, siz tashqariga chiqqansiz va ko'chada yengil bir shabada esayapti. Siz uni his qilasiz va shunda darhol esingizga Qur'on oyati tushadi. Bu oyatning jonli tafsiridir. Siz ushbu Qur'on oyatini ko'chada turib esayotgan shabadani his etayotib tushunasiz. Az-Zariyot surasining 1-oyatini siz shunchaki ko'chada turib esayotgan shamoldan tafsirini bilib olishingiz mumkin. Demak, Qur'on oyatini o'qish bu bir bosqich. Uning hayotdagi tajribasi esa yanada chuqurroq tafsir. Qur'onda yana bir oyat bor. Ular tepalaridan qanot yoyib uchayotgan qushlarga nazar solmadilarmi? Mulk surasi 19-oyat. Bu oyatning eng yaxshi tafsiri qayerda? Kitobda emas. Ko'chaga chiqing va qushlarni kuzating. Mana sizga haqiqiy tafsir. Demak, oyat Qur'onda bor. Ammo oyat tabiatda ham bor. Shu yerda tushunishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Ammo men uni keyinga qoldiraman. Hozir esa oyatning tilshunoslik jihatiga o'tamiz. Vaqtni ham nazorat qilib turishimiz kerak. Ammo yaxshi ketyapmiz. Alhamdulillah. Men sizga oyat ildiz harflarini aytgandim, esingizda bormi? Hamza, ya va ya deb. Arab tilida bu ildizdan chiqqan so'zlar har xil ma'no beradi. Endi asosiy ma'nolarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Bu orqali oyat degan tushunchaga til orqali ham chuqurroq nazar tashlaymiz. Biz bundan oldin oyatga Qur'on nuqtai nazaridan qaragan edik. Bu yerda borliq va Qur'onning o'zi ham oyat ekanligini o'rgandik. Endi til, ya'ni lug'aviy jihatdan ko'ramiz. Birinchi ma'no shunday. Arablar oldin mana bunday jumla ishlatishardi. Qavm o'z oyatlari bilan ketdi. Bilasiz, qadimda karvonlar safarga chiqishardi. Ularga yuk ortishardi, biror joyda tunashardi. U yerda yeb ichishardi, barbekyu pishirib dam olishardi. Ertalabdan esa hammasini yig'ishtirib, yana yo'lga tushishardi. Ammo ketishayotganda ular hamma narsani olib ketisharmidi? Yoki faqat kerakli narsalarni olib ketisharmidi? Keraksiz narsalar, kul, ko'mir, chiqindilar joyda qolardi. Ya'ni qadri bor narsalarni olib, qadri yo'q narsalarni qoldirib ketishardi. Ulardan keyin kimdir o'sha joyga kelsa, nimani ko'rishardi? Bu yerda odamlar bo'lishganini va qimmatli narsalarni olib, o'zlari ketishganini ko'rishardi. Shuning uchun ular qavm o'z oyatlari bilan jo'nab ketdi. Ya'ni ular qadrli narsalarni olib ketishdi deyishardi. Bunday qilib, oyatning birinchi ma'nosi bu qadrli narsa degani. Hayotingizda nima bilan to'qnash kelmang, u qadrli. Har bir Alloh ne'mati qadrli. Har bir sinov qadrli. Har bir kun qadrli, har bir tun qadrli. Hatto bir chumoli qadrli.
Oyat bu shunchaki oddiy so'z tanlovi emas. Oyat so'zining ikkinchi ma'nosi ay so'zidan kelib chiqadi. Bu esa savol deganidir. Arab tilida al-istifham, ya'ni savol berish bilan bog'liq. Ya'ni bu nimani anglatadi? Oyat sizda savol tug'diradigan, sizni o'ylantiradigan narsadir. Oyat odamni qiziqtiradi. Bu fikrlashga undovchi savoldir. Qani shu paytgacha 3 ta ma'no ko'rdik. Eslaylikchi. Birinchisi qimmatli narsa, ikkinchisi qiziqtiradigan narsa. Oyat sizni savolga, izlanishga boshlaydi. Uchinchisi yo'nalish ko'rsatuvchi narsa. Va ay so'zidan qimmatli, qiziqtiradigan va yo'nalish ko'rsatadigan ma'nolar kelib chiqyapti. Arablar jo'nab ketishganda ulardan iz qolardi. Ular qayerga ketishganini o'sha izdan bilsa bo'ladi. Oyat ham yo'l ko'rsatadi, yo'nalish beradi. U yo'l esa Allohga. Har bir oyat Alloh tomon ishora qiladi. Yaratganning o'zigagina yetaklaydi.